Sen navbatdagi avaringda mazmunimiz ham yetib keldi. Bu haqida bitta chiroyli ma'lumotlar bersangiz. Bu ham Maslaga o'xshaydi-ku. Masla, assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Jaloliddin servis kanalini kuzatasiz. Xudo xolasa mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan 39 ming yurgan polik chexol, diska, balon, metan gaz hamma narsasini mashinani tayyor holatga minishga tayyor holatda qilib yurgan egasi. Endi bahs hodisa orqali yo'ldan chiqib ketib daraxtga suyanib qolgan. Hech kimga boshiga mana kun solmasin, shunaqa DTP bo'lgan qattiq yonib ketgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Top bergan $100 hadyamiz bor. Bu mashinamizda shu turishiga 30 million so'mga olganmiz. Xohlovchilar uchun kesib labo qilib beramiz. Xohlovchilar uchun shu turishiga yangi kuzib 3 ish kunida yangi kuzga terib beramiz. Xohlovchilar uchun shu turishiga sotamiz. Endi yana bitta 2000 mana bu yerda olib kelaverasiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan o'sha trendga chiqqan Jizzax Baxmal tumanida suvda oqib kalla tashlab o'tgan mashina mana shu Gentra orqasida ko'rinib qolgan. Qisqa videosini qo'yib ketamiz. Bu mashinamizda ham 2022-yilda ishlab chiqarilgan motor korobka zadnimosi butun faqat suvga tushib mashinamiz yumalagan holatda. Bu mashina shu holatda 22 million so'mga oldik. Buni ham labo qiluvchilarga labo qilib beramiz, kesib almashtirib, o'zini qilib berganlarga o'zini qilib beramiz, yangi ko'z berganlarga ko'z berib beramiz. Bu mashinamiz kelgan bo'lsa 2025-yilda ishlab chiqarilgan Masla 2100 kilometr yurgan bor yo'g'i har doimgidek aerobagimiz o'tmagan, remin taqilgan bo'lgan mashinada. Aerobaglar o'chirilmagan. Aka salonni olib faqat polik chexol qildim deyapti. U shunday ham ochmayapti. Endi qachon o'ta bilmadim aerobagni. Xo'p, mashina holatini ko'rsatib o'tyapmiz. Mashinamiz zavod bo'lib turgan holatda, haydab ketadigan holatda turibdi, faqat balonni turlasa mashina zavod bo'lib haydab keladigan darajada. Mana shu tomonlariga deformatsiya bergan, orqa qismlarimiz butun, tom qismlarimiz butun, asosiy udar mana shu chap tarafdan bo'lgan. Asosiylar chap tarafdan. Buni ham xohlovchilar uchun shu turishiga ham sotaveramiz. Olaman deydiganlar bo'lsa, remont qilib bersa, remont ham qilib beramiz. Ramaga terib bersa, ramaga terib beramiz. Zibor ko'zga terib bersa, zibor ko'zga terib beramiz. Bu mashinani shu holatida 74 million 500 ming so'mga oldik. $100 o'rtakashga berdik. $100 ga generalni qildik, $100 ga olib keldik. Mashina bizda общий pashti 78 million 79 million tagida turibdi. Xudo xolasa chiroyli holatda qilib beramiz. Hammaga rahmat, biz kuzatib boring. Shunaqa DTP bo'lgan qattiq o'g'liga yonib ketgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz. Top bergan $100 hadyamiz bor. Mashinalar narxlari haqida kommentariyada fikrlanishib qolamiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa qiziqarli videolar o'tkazib mashina uchun. Xizmatlar bo'yicha? Rahmat. Xizmatlar bo'yicha 7 ga 24 24 ga 7 aloqada. Xudo xolasa kapot tushir. Lasetti 1.8 avtomashinamizni oldi urilganda birdan Gentra qilib taqlab chiqsa, qancha kuch haqida chiroyli video qilib berganmiz. Xudo xolasa yana bir qator qilib beramiz. Va kirlamizlar hamma narsani narxini aytib ketamiz. Mana ko'ryapsiz, podgonka jarayonida bu tarafni sal chiqardi ekan, chiqarib art qilamiz. Shuni podgonka qilib terib olyapmiz. Demak, ikkita kirlamiz 400 mingdan 800 ming oldi, kapotimiz 1 million 100 ming. Mana bu Xitoy Amerikanga 700 ming so'm, original farq qo'yamansa 1 million 400 ming. Original Amerikanga qo'yamansa 3 million 200 ming. Oldi ferimiz 520 ming so'mligi bor, 300 mingligi bor. Hop 480 minglik bor. Shol bu fer bor. Abli hisobkamiz 300 ming so'm turadi. Hop, endi buni tagida shivillari, mayda chudasi, yana mana bu braket qo'shchalari, mayda chudasiga o'xshay yana bir grubi 500 ming hisoblagan taqdirimizda ikkita mana bu Bakoy Xitoy 400 ming so'm, originali 2 million 100 ming so'm, patarginali 1 million 200 ming so'm. Ana shu holatda 3 xil tur xil o'ynasi bor. Salonlarga keladigan bo'lsak, salon holatlariga, xudo xolasa salon holatlarini birdan polni Gentra holatiga keltirish uchun, ya'ni mana bularni almashtirayotgan bo'lsa 500 ming so'm bularni almashtirishiga, tabloni podsvetka qilib terish, chiroyli qilib berishiga общий 1 million salon qismiga ketadi. Mana shu mashinani Lasettini Gentra qilishga. Xo'p, buni dokumentiga nima bo'ladi deydiganlar uchun dokumentiga общий 1 million 700 ming so'm qayta jihozlari bilan 700 ming so'm texnik pasport almashga 2 million 400 ming so'm ketadi. Общий Lasetti Gentra tashqi ko'rinishga ega deb yozib berish uchun. Biz kuzatib boring, xudo xolasa shu mashinamiz idealni holatda qilib, Gentra qilib, plus mana bu orqa bagaji reaksiya berib ketgan ekan, mana temirigacha chiqarib, xudo xolasa boshqatdan kraska qilishga harakat qilyapmiz. Buni kirlomiz ham oldin kraska qilgan, reaksiya berib ketgan, ya'ni gullab ketgan. Ana shu gullarni yo'q qilib, shu zadni kirlo, zadni bagaji, plus mana shu oldi qismiga qancha mehnat haqqi bo'lishini hisobini chiqarib ketamiz. Bu oldini Lasettini Gentra qiladiganlarga mehnat haqqi qancha bo'ladi deydiganlarga 4 million so'm bilan Lasettini yurib kelgan holatda Gentra qilib beramiz. Agar mabodo oldirilgan bo'lsa, urilganiga qarab narx qo'shilib ketadi.
Lasetini jintra qilib polni pokraska qilib bering deydiganlarga 10 million so'm mehnat haqqimiz bo'ladi. 3 million so'm kraska materialiga ketadi. 7 million so'm mana bu lasetda mayda-chuyda salon qismlari, bakoy oynalarigacha zapchasiga ketadi. Общий 20 million so'm pul ketadi. Biz kuzatib boring, siz Jalolov servis kanaliga kuzatyapsiz.